qarzi bor odamni kapallamasdan ko'mish kerak. O'lsa, mana qarzi bor odam o'lib qolsa, uni 20 metr surib olib kapallash kerak emas, uni 1-2 metr surib bilan amallab o'rab qo'yib, qolgan 18 metr suribni pulini qarziga berish kerak. Qarzi bor odamni murabbo yeyishi mumkin emas, qarzi bor odamni asal yeyishi mumkin emas, qarzi bor odamni go'sht yeyishi mumkin emas. Qarzi bor odamni yog'li patirnon yeyishi mumkin emas. Qarzi berish farz bu, birodar. Kim qarzdor holatda o'lsa, qabrida olovli zanjir bilan azoblangan holatda, kishanlangan holatda o'ladi. Birovning haqqini olib qarzini bermagan odam azobda o'lar ekan, azobda yotar ekan qabrida. Toki orqasida qolgan odamlar qarzini to'lamaguncha. Qarzdor odam o'lganda qarz bergan odam kelib o'ligini ko'mdirmaslikka haqqi bor. Buni ko'mmay turinglar buni. Mendan 10 million qarzi bor buni. Merosidan beringlar. Merosxo'rlardan olib beringlar yoki kimdir bo'yniga olsin.